diqqat bilan ko'ringlar, qaranglar. Mana trendovый liniya. Mana kirdik, to'g'rimi? Mana bu minimum bor, qaranglar. Xo'p, mana bu selga kirdik, mana bu stopga qo'ydik, masalan. Mana shu stop qo'ydik. O'rtoqlar, bir narsani biz tushunishimiz kerak. Narx tepaga ketsa nima bo'ladi? Stop ishlaydi mana shu yerda, ishoninglar, chunki perixay bor, mana bu yerda yangilagan narx. Stop ishlaydi, stop loss точно ishlaydi. Keyin kalamiz tomonga yuradi. Tradingda traderni psixologически ruhiy izdan chiqaradigan holat shu. Minus emas, ya'ni faqat minus traderni ruhan izdan chiqarmaydi. Aynan u tomonga narx yursa-yu, lekin uni stop lossini olgandan keyin yursa, именно o'sha narsa uni ruhan izdan chiqaradi. Tasavvur qilinglar. Mana bu yerda bunaqa trendovый liniya chiziladi, kichkina time frame'da. Mana bu yerda buyout deydi. Qaranglar. Stop loss, uda bu hop bo'lib turadi. Endi stop loss ishlaydi. Хотя бы endi mana bu yerda perizahod bor. Mana keyin endi stop loss chiqib ketgan-u. Mana o'shaning uchun o'rtoqlar, mana shunaqa paytda, mana shunaqa diapazon bo'lgan paytda qaranglar. Mana bunaqa holat bo'lganda, например, va birinchi minimumga kelganda o'rtoqlar, mana bunaqa narx kelganda bozor narusheniya qilish imkoniyatiga ega. Shuning uchun ham o'rtoqlar, mana shunaqa o'ringa kelganda хотя бы plus 30% bitimni yopinglar. Bu nimaga kerak? Plus 30% bitim yopilganda save texnikasi